Assalomu alaykum baliq ishqibozlari. Biz mana bu joy Qiziltepa sanatoriya tomonda mana shu qo'shilish endi bu Po'kay uzoqlik qilyapti. Bittasi to'xtayapti. Mayda shuyda bo'lib. Hozir mana maktabda natija bo'lgan mana. Karas. Po'kayni ko'rsatay desam uzoqlik qilyapti. O'shoqda. Tortib turibdi, mayda shuyda. Bitta karas chiqdi hozir. Hozir do'nkani ham 1-2 uryapti-yu, endi. Xohlasa. Qotib bo'lsa. Maktabda do'nga turibdi mana. Buni ham 1-2 marta urdi-yu. Lekin hali uncha baliqlar rivojlangan yo'q. Aktiv bo'lgan yo'q ekan. Bu yerdan sazan, karat, ilonbosh chiqadi. Ana. Xudo xolasa tortyapti. Mana ushlaganim ham yo'q. Qo'yib qo'yganman. Shuni nima deydi haligi? Bir xalas ko'p ekanda juda ham. Tortib turibdi. Joylar vobshe dahshat. Suv ham mutniy bo'libdi. Endi ham kunlar issa yana boshqatdan kelamiz endi bu joylarga. Yaxshi joylar lekin sazan, ilonbosh, karas chiqadi ko'proq. Shunday qilib mayda baliq urib ketib qolyapti. Xohlasa chiqib bo'lsa endi natijalar tashlaymiz. Shu do'nkani uryapti. Meyalarni ham tortib turibdi. Lekin hali shu bitta karas chiqqan bo'yicha urgan yo'q. Bittasi shu o'rtaga tashlab qo'yganman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Biz mana anaqa joyga keldik ekan. Mana bitta do'nga tashlab qo'ydik. Bitta xudo xolasa mana ikkita. Mash'allar qiziq chiqdi. Hozir bitta natija bo'ldi mana. Yangi mana. Karascha bu qo'ygan. Mana shu do'nkani uryapti-da. Chuvalchang do'nka.
tortmang. Tortdi endi hozir qattiq uruvdi. Keldi. Bu yoqda mana ikkita Pokaylik to'xtab qoldi-da bu urib. Yaxshi urgan turib. Tortdi endi hozir tortyapti shu. To'xtab qoldi. Yedi yo'q menimcha. To'xtab qoldi yana. Bitta paplovoyni ham tortyapti u naryoqda. Sazan bor ekan, hozir ikkita sazan chiqdi. Maydaroq u yaxshi lekin. Nima deyapti bu? Bu do'nkaga chiqdi mana, do'nka. Mana. Sazanmi bu? Yomon ekan, mana bu yerdan chiqyapti mana. Mana biz ovga keldik, xudo xolasa bugun. Yo'q joyga. Instagramda chiqadi-yu, aynan joylar. Suv tashab olibdi. Hozir mana shu joyga tashab qo'ydik. Endi tortib qolsa, natijalar bo'lsa tashlaymiz. Xudo xolasa o'tiribmiz mana. Shu yerga tashlaganmiz. Oldin bu joylarda katta suv bo'lardi. Tochkalar deydi-yu. Suv tashab olibdi mana. Bu joylardan yozda daqqayam chiqadi. Karas, sazan. O'shada suv dim bo'lardi, o sherik ketyapti ana shu yoqqa. Suvni ochib olibdi-da, yaxshi joyida beklar. O'tiraveraylik, natija bo'lib qolsa yaxshi bo'ladi.
Hozircha totgan yo'q.